Hammaga salom bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan Zafarbek o'zibi va mana shu uyni qasrni to'shni tuzib yuboramiz. Chiroyli etib yuboramiz bolalar. Ketdi, unda boshlaymiz. Voy boshdan mana bunga o'tib olaylik. O'tdik mana. Mana shu yerni tuzish kerak. Mana shu qasrni zo'r etib yuboramiz bolalar. Mana bu yerda mana bunday taxta olish kerak. Kim u? O'tjalar. Eshiklarni ham zo'raman qo'yaman. Voy, mana bu yerda ketdim. Mana shunda qo'yish kerak. Zo'r bo'ladi. Bu eshikni zo'ridan qo'yib yuboramiz bolalar. Bu eshik bizlarga kerak emas. Davay. Mana qo'ydik mana bu eshikni endi. Endi bu polni tozalab chiqish kerak. Hali bu eshikni qo'ymaslik kerak edi-da. Polni tozalasak bo'ldi-ku. Bo'ldi ana. Qiyin emas-ku. Mana. Bu uyni aniq tuzamiz bolalar, qaranglar. Gilamlar va hamma narsa qo'yib tashlaymiz ichiga, tuzamiz. Bu uyni juda ham chiroyli etamiz bolalar. Kanalga obuna va 500 ta bo'lish kerak bolalar. Kanalga obuna bo'lamiz bolalar. Tez kanalga obuna bo'lamiz bolalar. Davay. Yaxshi boshlaymiz esa bolalar. Qani mana qo'yib o'tibman bolalar. Mana buni ham sindiramiz bolalar. Mana shunday qilib chiqish kerak-da bolalar. Mana bu yerni bunday qoldirmaslik kerak bolalar. Davay. Mana takoy chiqdi. Birinchi qavat. Bu yerga sandiq quyitni boshda oppoq gilam qo'yamiz bolalar. Mana bundan qo'yaylik. O'rtasiga qo'yamiz. O'rtasidan qo'yib chiqamiz. Zo'r bo'ladi shunda. Takoy bo'lib ketadi bolalar. Takoy mana bu yerni nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerdan oyna ochish kerak-da bolalar. Oyna yasaymiz bolalar. Qani ketdi. Mana shunday oyna bo'ladi. Takoy oyna bo'ladi. Mana buni ham mana bunday qo'ysak. Takoy. Mana bu yerga ham qo'ysak bo'ldi. Takoy bo'ladi. Mana bo'ldi, bu yer kerak emas. Mana bu yerdan bo'lsa takoy bo'ldi bolalar. Keyin bezashtiramiz bolalar. Endi esa mana shu taxtalarni qo'yib chiqish kerak bu yerga. Mana qo'yib chiqamiz. Mana nihoya. Endi tom qilamiz. 3-qavatda bu 2-qavati yotoqxonam bo'ladi. Yotoq. Mana qo'yib bo'ldik mana. Bu yerga ham gilam qo'yib qo'yish kerak. Mana shunday qo'yib qo'yamiz bolalar. Takoy turadi yaxshi. Buni ham yerni qoplaymiz gilam bilan. Zo'r bo'ladi shunda. Kasr emas bu endi uy bo'ladi biz. Mening uyim bo'ladi bolalar. Ketdi. Mana. Mana bu yerni katta qilamiz bolalar. Mana katta qilamiz. Mana shuncha qilim bo'lar. Yana ham bittasini qo'yib yuboramiz. Video tez bo'lishi kerak bu. Mana qo'yamiz bolalar. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. 500 ta bo'lish kerak bolalar. 500 ta. 1 2 3 4 ta. 4 mana bo'ldi. Takoy katta qilish kerak bu yerni bolalar. Mana qo'yib chiqamiz. Mana bo'ldi. Katta bo'ldi bolalar. Katta. 1 2 3 4 bo'ldi. Mana shunday qilib qo'yib 2da endi esa 3dan qilib boshlaymiz bolalar. Bilaman 3dan dey. Ketdi.
Obuna bo'lamiz. 92 ta obunachi bo'ldi. Juda ham ozgina bo'ldi. Obuna qo'yamiz deymiz. 3 4 juda ham katta qilamiz bu yerni. Mana. Давай. Juda ham katta qilish kerak. Mana shu uyni ko'rib bo'lgandan video tugaydi. Ikkinchi qismi bo'lsa 150 ta bo'lishi kerak, lekin 500 ta yetarli. 150 ta bo'lsa mana shuni ikkinchi qismi chiqadi bo'ldi. Mana shu 12 bo'lganda mana shu minut tugaydi video. Mana 3 dan qilib chiqamiz bo'ldi. 3. Mana 3 bile bizim yurtma ve ben şunda da tezkar qilib chiqish kerak, qo'yib chiqish kerak bo'ldi. Mana. Bo'ldi tez. Davay. Shortslar ham chiqarib yubormanda video chiqaraman ko'pincha-da. Endi video chiqaraman bo'ldi. Shortsni qo'yib turamiz orada. Video chiqarish zo'r bo'ldi. Mana shu uyni oynalarini ham ko'rib bo'lsak bo'ldi, video tugaydi. 12 gacha bo'lsin bo'ldi, video tugaydi shunday bo'ldi. Davay ketdi, tez bo'l. Boy va kambag'al ham o'ynaymiz bo'ldi. Hali boy va kambag'al do'stim kelganda-da. Bu takoy ko'p yuboramiz bo'ldi. Endi bitta mana bunday. Mana shunday bo'laveradi bo'ldi. Mana zo'r. Katta bo'ladi. Chiroqlarni ham zo'rindan qo'yib yuboramiz bo'ldi. Ketdi bo'ldi. Buni bu qo'yamiz. Davay. Zo'rda. Mana shunda video qo'yib o'tirsang zo'r bo'ladi bo'ldi. Ketdi. Mana. Bu tez. Takoy chiqish kerak bo'ldi. Takoy. Ketdi. Tez bo'lish kerak bo'ldi. Jam bilmayman-da. Tez. Bo'ldi. Tez bo'laylik bo'ldi. 3 tasi qoldi-da. Kech tushyapti-yu. Uxlab yuboramiz. Muammo yo'q bo'ldi. Shu yerdan zo'r gilam qo'yib chiqamiz. Mana buni o'tiramiz, mana bu shaklda. Shunday qo'yib turaylik. Nima yorug'. Mana. Tang bo'ldimi? Yana ham bitta qo'yib yuborsak, nima bu qoldi? Qaytga qo'yilib ketdi. Bo'ldi. Tang bo'ldi. Yorug' ketamiz bo'ldi. Oynalarni ham ko'rib bo'lib video tugaydi. Tez bo'laylik. Yo'q, park mana. Mana bu yerdan buzib yubordim. Bu yerni nima qilamiz? Bu yerni o'ldirib chiqamiz. Davay. Nima yuqoridan ko'rganman, yuqorida dahshat ketadi uylar bo'ldi. Dahshat ketadi uylar, dahshat. Narvon ham qo'yib yuboramiz.
Mana bu yerga mana bunday ham qo'yish kerak. Sordiradi bola, taqoydiradi bola. Taqoy turadi. Ha yo'q, narvon emas. Bunker. Katta mana bu yerda. Ammo bu yerdan qo'ymaslik mana bu. Voy, mana bu to'g'rilamadi. Mana. Давай. Давай, bola. Давай. Ay, taxta qilib chiqibmanmi bola? Mana do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. 150 tadan keyin ikkinchi qismi chiqadi bola. Ikkinchi qismi mana shunday taqqoy turadi endi bola. Oynalarni qo'yib chiqamiz. Nima bu yoqda bola? Tushunmadim. Mana. Bu nima qilamiz? Bittadan qilamiz bola. Bu kerak emas bola. Qo'yib chiqamiz. Mana shu 12 da tugaganda bo'ldi, video tamom bo'ladi. Mana shu 12 bo'lganda-da. Kechda kechasi olib yotibman-da videolar. This nimalarni bo'ldik hozir. Yaxshi bola, xayr, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Ikkinchi qismi 150 ga borgandan keyin ikkinchi qismi chiqadi bola. Xayr bola, mana shu oynalarni qo'yib qo'yay bo'ldi. Tugaydi video. What the heck, bro? Mana. Xayr bola, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz va 150 dan keyin ikkinchi qismi chiqadi. Xayr bola.